Assalamu alaikum hörmətli özür köyücülər. Dünya Uyghur qurultayı televiziyəsi kündəlik xəvərlər proqramımızға xoş gəldinglar. Mən Hidayət Musacan. Məşu vaxtınlar xeyirlik bolsun. Hörmətli özür köyücülər. Sizlər görüyotqan Dünya Uyghur qurultayı televiziyəsinin YouTube səhifəsi 14 noyabr günü torçu mahçılarının hücumuğa uçrab taqılıb qaldı və səhifəmizdəki proqramların mutlaq köp qismi öçürüb etildi. Növbətdə Dünya Uyghur qurultayı YouTube şirkəti bilan aloqalashib özünün səhifəsini qaytadan əsliga keltirish və bu vaqeaning tegi-tekdini aniqlash uchun jiddiy harakat ilib bormoqda. Şuna səhifəmiz əsliga kelganga qadar programmalarimizni Dünya Uyghur qurultayining Facebook səhifəsindən və YouTube kanalida açılgan bu vaqtliq səhifəsindən ko'ra olaysizlar. Aziz qarindoshlar, tövəndə diqqətingizlər bugungi xəvərlərimizdə bo'lsin. Amerika parlamentinin və Xitayğa qarşı xalqaro parlamentlar ittifaqının a'zolari 16 noyabr günü Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatının baş katibi Antonio Guterres əpəndimga birləşmə imzolıq məktub yollab, Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatıdan Xitayning Şərqi Türkistondagi kishilik huquq tajovuzçilik qilmishlari haqida jiddiy tekshirish ilib berishni və bu haqda maxsus tekshiruvchi mutaxassislarni tayinlashni talab qildi. Amerika parlament a'zolaridan Ted Yo, Tom Molinowski, Rick Scott, Jeff Merkley qatorliqlar tarafidan hozirlab sunilgan mazkur talabnoma xatiga Xitoyga qarshi parlamentlar ittifoqi tarkibidagi Avstraliya, Kanada, Italiya, Shveysariya va Yevropa parlamentining bir qism a'zolari imzo qo'ydi. Yuqorqi maktubda yana Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashining Sharqi Turkistonda bu vaqtda favqulodda yig'in o'tkazishi talab qilindi. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın baş katibi Antonio Guterres əpəndimga yollanan məktubda 2017 yılının 5-dən etibarən Şərqi Türkistondakı cəza lagerlərə 1.800.000 Uyghur və başqa yerlik musulmon xalqlarının qamalğanlığı, Xitoy hökumətinin Şərqi Türkiston xalqiga qarata sistemalik holda məcburi dinsizlashtirish və qısırlashtirish siyosatini yurgizayotganlığı, Uyg'urlarni qo'llash o'rnida məcburi əmgək silayotganlığı, chet ellardagi Uyg'urlarga qarata ta'qib qilish va kuzatish sistemasi qurib chiqqanlığı, ularning vaqti to'shgan pasportlarini yangilab berishni rad qilib, Uyg'urlarni Xitoyga qaytarilish xavfiga duchor qilayotganligi, chet ellardagi Uyg'urlarning vatan ichidagi oila tavobatlariga besim qilish va ularni go'riga ilish vositalarini qo'llanib, muhojiratdagi Uyg'urlarning ovozini bo'g'ishga tirishib kelayotganligi qatorliq masalalar nihoyat tafsiliy o'rin olgan. Dünya Uyghur qurultayining raisi Dolqin Aysa əpəndim bu münasibət bilan qilgan so'zida yuqorqi maktubga imzo qo'ygan Amerika parlamentining va Xitoyga qarshi xalqaro parlamentlar ittifoqining a'zolariga butun Uyg'ur xalqi nomidan alohida minnatdorlik bildirish bilan birga Birlashgan Davlatlar Tashkilotining o'zining kishilik huquq prinsiplariga amal qilib, Xitoyning Uyg'ur xalqi ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini to'xtatish uchun jiddiy harakatga o'tishi lozimligini qayta ta'kidladi. Kanada Yer shari xəvərləri agentligining 16 noyabrdagi xəbərdə aytilishicha, Kanada tashqi ishlar ministri Fransuva Philip Shokini Kanada parlamentidagi nutqidan keyin muxbirlarning navbatda Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qilayotganlarini siz qirg'inchilik deb qaramsiz degan savoliga duch kelgan. Fransuva bu vaqtda to'xtalib, o'zlarining Sharqi Turkistondagi vaziyatning navbatdagi jiddiy o'zgarishidan andisha qilayotganligini, o'zlarining bu masalani Xitoy tashqi ishlar ministri bilan oshkora ham yip qoldi muzokara qilganligini, shuningdek bu masalani davomli kun tartibda tutadiganligini aytgan. U yana Kanada hukumatining Birlashgan Davlatlar Tashkilotida bu masalani ta'kidlayotganligini, yaqinda 30 necha g'arb davlati bilan birlikda Sharqi Turkistonga mustaqil tekshirish guruhi avatish haqida Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga taklif sunganligini so'zlab kelib, o'zlarining bu masalani davomli surishda qiladiganligini ta'kidlagan. Yaqinda Kanada parlamenti tashqi ishlar komiteti Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan qilmishlarini rasmiy yo'sinda irqiy qirg'inchilik deb qabul qilgan bo'lib, shundan buyon Kanada Xitoyning qattiq tanqidiga va turli hujumlarga uchrab kelmoqda. Amerika biotexnologiya shirkati Moderna tarafidan maxsus koronavirusiga qarshi ijod qilingan vaksinaning unum berish nisbatining 95.4% ga yetganligi butun dunyoda zo'r hayajon va umid yaratdi. Ondan burun Amerika Pfizer dori şirketining sheriki BioNTech buningga o'xshab ketadigan vaksina ijod qilganligini e'lon qilgan edi. Bu vaksinalar hozir oxirgi sinaq bosqichida bo'lib, yaqinda turkumlab ishlab chiqarilib butun dunyoga tarqatiladiganligi qayd qilinmoqda. Moderna shirketining mas'ullari bu vaqtda qilgan so'zlarida o'zlari ijod qilgan bu vaksinaning bir tarixiy burilish nuqtasi ekanligini, buning bilan korona vabosi ustidan g'olib kelishning zo'r qadami tashlanganligini ifoda qilishdi. Xəvərlərdən məlum bo'lishicha, növbətdə butun dunyo bo'yicha koronavirusi yuqumdorlarining umumiy soni 55.349 mingdan, o'lganlarning soni bo'lsa 1.332 mingdan eshib ketgan. Kishini söyündirdigini shuki, qattiq karantin tadbirlari natijasida Fransiya, Ispaniya, Belgiya qatorliq ko'plagan Yevropa ellarida koronavirusi bilan yuqumlanish vaqalari ko'rinarli darajada azaygan. Oxirgi 24 soat ichida Hindistonda 30 mingga yaqin yangi yuqumlar bayqalgan.
Rossiya bo'lsa o'lik xonalarning jasadlar bilan to'lib toshqanligini. Qozog'iston bo'lsa koronavirusining 2-chi to'lqiniga kirganligini xabar qilgan. Afrikada bo'lsa yuqumdorlarning umumiy soni 2 millionga yetib borgan. Londonda chiqadigan ichki ishlar xabarlari gazetining 16 noyabrdagi xabarda aytilishicha, Angliya bolalar va oila ishlari ministrligining sobiq ministri Tim Lowton Angliya tashqi ishlar ministri Dominic Raabga ochiq maktub yo'llagan. Mazkur ochiq maktubga Angliya parlamentining a'zolaridan Alex Tiger Carmyle, Nusrat G'ani, Imron Ahmadxon, Shabana Mahmud, Moran, Henry Simit qatorliq 20 necha kishi imzo qo'ygan. Maktubda ular tashqi ishlar ministrini Bengtuan va atalmish Şinjan Uyghur Abdunum rayonlik jamoat xavfsizlik nazorati, shuningdek Sharq Turkistondagi bostirishga bevosita qo'mondonlik qilayotgan Chinchuango, Juhaylun, Sunjillong, Wang Mingshan qatorliq 8 nafar Xitoy amaldorlariga jazo berish masalasini o'ylashib ko'rishga da'vat qilgan. Bo'pmi yuqorqi maktubda atalmish Şinjan Uyghur Abdunum rayonlik jamoat xavfsizlik nazorati bilan Bengtuanning navbatdagi Uyg'urlarga qaratilgan zo'r ko'lamlik bostirish harakatida oshqushliq rol o'ynayotganligi tafsili bayon qilingan. Мәккеде yaşayotgan Uyghur tarixchi adib Muhammad Qasim Emin Turkistani 14 noyabr kuni Saudiya Arabistonning Makka shahrida 93 yoshida vafot bo'ldi. Marhum Makkedagi Mualla qabristonligiga dafn qilindi. Marhum milliy ustozimizning vafoti muhojiratdagi Uyg'urlarni cheksiz qayg'ulantirdi. Dunya Uyghur qurultiyining raisi Dolqin Aysa apandi bu munosabat bilan istansimiz orqali qilgan ta'ziya so'zida marhum Muhammad Qasim Emin Turkistani ustozimizga Allohdan rahmat, butun oilasidagilarga sabr tilash bilan birga ustozimizning vafotining Sharq Turkiston xalqi uchun zo'r bir yo'qotish bo'lganligini ta'kidladi. Qurultayning muavin raisi Farhod Yo'ronqosh apandimi bu munosabat bilan qilgan so'zida marhum ustozimizning Uyg'ur yoshlari harakatini qo'llashda zo'r kuch sarf qilganligini, o'zining marhum ustozimizni shaxsan yaqindan taniydiganligini, 1993-yili bir turkum Uyg'ur yosh ziyolilari Istanbulda Sharq Turkiston yoshlar gazetini nashr qilganda, ustozimiz marhum Muhammad Qasim Emin Turkistoni apandimning atoyidan Istanbulga kelib, gazetxona va gazetda xolis ishlaydigan yoshlarimizga o'zi chiqim qilib uy kirolab berganligini, hatto gazetxonaning butun mobillarini o'zi bevosita bozorga berib setib olib yerlashtirib berganligini, gazetxonaning bir qancha oylik kirosini va gazetning bosma haqqini to'lab berganligini, ya'ni shu chog'larda Istanbulda turmush jihatda intayin qiyin ahvolda qolgan Uyg'ur yosh ziyolilarga iqtisodiy jihatdan yordam berganligini xotirlab o'tdi va ustozimiz marhum Muhammad Qasim Emin Turkistoni apandimning faqat bir tarixchi, bir adib bo'lib qolmasdan butun umrini milliy mustaqillik ko'rishimizga atagan sodiq inqilobchimiz ekanligini ta'kidladi. Tarixchi, adib, shoir va tarjimon Muhammad Qasim Emin Turkistoni 1930-yili Qashqarda tug'ilgan bo'lib, boshlang'ich maktabni Qashqarda o'qigan va bir qism ustozlarda ilm tahsil qilgan. U 1949-yili ota-onasi Saudiya Arabistonga hijrat qilgan va Makka shahrida o'ltiraqlashgan. U Makkada Falah nomdagi madrasada ilm tahsil qilgandan sirt yana haramdagi mudarrislarda uzun yil ilm tahsil qilgan. Uningdan keyin bir muddat tijorat bilan shug'ullangan. Keyin Jidda radiosi Turkiston bo'limining qurg'uvchilaridan biri bo'lib, bir mezgil mazkur radioning Turkiston bo'limi boshlig'i bo'lib vazifa o'tagan ekan. Marhum uningdan boshqa yana Al-Bilad va Ukaz gazetlarida yozuvchi bo'lib har xil temalarda maqola yozgan. Marhum Muhammad Qasim Emin Turkistoni ham tarix ham adabiyot sohasida ko'plagan ilmiy maqola va kitoblarni yozgan. Yusuf Qas Hojibning Qutatqo belik degan asarini, Muhammad Emin Bug'roning Sharq Turkiston tarixi, Turg'un Almasning Hullaning qisqacha tarixi degan asarlarni arabchaga tarjima qilib nashr qildirgan. U 1500 ga yaqin Turkistonga aloqador olimlarning tarjima holini to'plab, Turkistonning muhim shaxslarini tonishtirish, Buyuk Turkistonning o'tmishi va buguni, Sharq Turkistondagi toiflarga bo'lingan bayliklar degan nomlardagi kitoblarni arab tilida yozgan. Marhum ustozimiz Muhammad Qasim Hojim Turkistoni xushchaqchaq, mehmondo'st kishi bo'lib, u Makkaning Uyg'urlar ko'p o'ltiraqlashgan Masfala mahallasida bir kutubxona ochgan bo'lib, bu kutubxona do'st yoranlarining o'zaro uchrashish makoni, adiblar, olimlar va ziyoratchilarning suhbat so'roni bo'lgan. Bu bir haftadan buyon Germaniya hamda Yevropa matbuotlarining ba'zi sahifalari dunyodagi eng chong mashina shirkati bo'lgan Volkswagenning Urumchidagi zavodi to'g'risidagi munozaralar bilan to'ldi. Gerçi hech bir axborot vositalari Volkswagenning Sharq Turkistondagi majburiy emgak bilan bo'lgan aloqasiga doir bilan dalil isbot ko'rsatib berolmagan bo'lsa-mu, ular hech bo'lmasa Volkswagenni Uyg'urlar uchrayotgan zulmlarga sukut qilish bilan to'xtamay ayblaydi. Bu ayblashlar hatto Volkswagen shirkatining tarixini o'ttirg'i so'rab chiqdi. Volkswagen shirkati 1937-yillardan boshlab natsistlar Germaniyasining rahbari Hitlerning yordami bilan qurilgan ham uning uchun xizmat qilgan bo'lib, tadrijiy majburiy emgakka tayinib Hitler uchun har xil qatnash qurollari va urush aslahalarini yasab bergan.
Ular ishlatgan ishchilar keyincha Hitler qurgan jazo lagerlaridagi tutqunlar bo'lgan. Bu tarix bugungi Sharqi Turkistondagi millionlagan Uyg'urlar qamalgan jazo lagerlari va majburiy emgak bilan selishtirilgan. BBC'ning 16 noyabr bu xususda e'lon qilgan maqolasida bayon qilinishicha, Volkswagenning ijroiya raisi Stefan Wollenstein bu kona tarixni e'tirof qilib, bu voqea natsistlarning zamonida haqiqatan bizning zavodimizda yuz bergan. Biz majburiy emgakka tayinib xalqni Volkswagen bilan ta'minlagan degan. U yana ta'kidlab, albatta bunday ishni bugun hargiz qabul qilgani bo'lmaydi. Buning uchun biz barliq ishlab chiqarish o'rinlarida majburiy emgakdan xoli bo'lishga kapolatlik qilyapmiz. Urumchidagi zavodlarimizni alohida tekshirib chiqdik. Biz majburiy emgak bo'lmaslikka mutlaq kapolatlik qilamiz degan. Xitoy hukumatining 2022 yildagi qishliq olimpik musobaqasiga sohibxonlik qilishi yaqinqi mezgillardan buyon izchil tanqid obyekti bo'lib kelayotgan edi. 16 noyabr kuni Avstraliyaliklar gazeta Avstraliya parlamentining kengash palata a'zosi Erik Abitiz navbatda Uyg'urlarning zo'r ko'lamli tutqunga duch kelishi hamda Hong Kongdagi demokratiya namoyishlarining bostirilishi alayida ta'kidlagan holda, bu hol 1936-yili natsistlar Germaniyasining Berlin olimpik musobaqasiga sohibxonlik qilganiga naqadar o'xshaydigan bir voqea deb ko'rsatdi. O sözdə ayni vaqtda Germaniya bilan iqtisodiy aloqada bo'lgan davlatlarning natsistlar ijro qilayotgan lagerlar va irqiy ziyonkashlik qilmishlarini ko'masga silayotganligi hamda shu orqali o'zlarining yonchiqini to'mpaytishning qo'yda bo'lganligini yana bir qitim eslatdi. Avstraliya parlamentining kengash palata a'zosi Rex Patrickmo Avstraliya hukumatini Beijing olimpik musobaqasini boykot qilishga chaqirdi. U ayni vaqtda Adolf Hitlerning Yahudilarni olimpik musobaqasiga qatnashishdan ma'ni qilganligi, shuningdek xalqaro jamiyatning Berlin olimpik musobaqasini boykot qilishni rad qilganligini ta'kidlab, bundaq hodisa bizning zamonimizda yana bir qitim takrorlanmasligi lozim. Bopmo Avstraliya tanharakatchilari va Avstraliyaning bayrog'i qirg'inchilik qilayotgan bir davlatdagi olimpik musobaqasining sahnasidan o'rin olmasligi lozim degan. Kengash palata a'zosi Abitiz Xitoyning yaqindan buyon Avstraliya bilan bo'lgan aloqasida iqtisodiy jihatdan qisish ko'zirini o'ynayotganligini tilga ilib, Xitoy hozir dunyoga bizning vahshiyligimizni to'smoqchi bo'lsang, bizdagi kishilik huquq masalalarini fosh qilmoqchi bo'lsang, biz senga iqtisodiy jazo beramiz degan uchurlarni yo'llayotdi degan. Shundaqla millionlab kishi lagerlarga qamilayotgan mushundaq jiddiy paytda haqiqat uchun diplomatik ehtiyojni vaqtincha bir yoqqa qayirib qo'yishning zarurligini ta'kidlagan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyghur qurultiyyi televiziyasi күндىلىك xəvərlər pируграммисida diqqətinizə sunduq. Keyingi pируграммамызda görüşəylik. Görüşüşə aman bo'lgaysizlar. Xeyri xoş.